Assalomu alaykum hurmatli ot ishqibozlari, akalarimiz, ukalarimiz, albatta ot olaman deb yurganlarga videoni tavsiya qilamiz. Albatta 2025 da ola olmagan kishilar bo'lsa, albatta 26 da kimgadir shu ot nasib qiladi. Albatta o'zimizning mahalla Xankarota yashagich Doktorbomiz. Assalomu alaykum Doktorbo. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, zo'rmisiz? Ot sotilmoqchi, albatta e'lon berdingiz. Otning narxi necha pul? Otni 35 deyapman. 35 million narx qo'yapsiz hozir. Buni yoshi 5 ga kiryapti. Endi bahorga 5 ga kiradi. Kelib chiqishi shu Vali polvonni Napoleon degan oti bor, shuni bolasi. Albatta do'stlar, ot tirishiga qarangizlar, 5 yasharli. Doktorbo buni 35 million demang. Xo'sh. O'zim bizni patlichiklarni nomidan narx qo'yaman. 30 million bo'ladimi? Shtirga sanayman desa. Yana ham kelishtirasizmi? 35 bo'lmasa ham kelishtiramiz. 30 million narx qo'yapman men. Buni o'zim savdo qilyapman hozir. Bizni patlichiklar ko'rayotgan akalarimiz, ukalarimizning nomidan. Birontasini jiragida o'tib olib jiz yetsa, mana shu otga telefon qiladi. Albatta Doktorboni nomerini qo'yaman ekranga. Nomerni ayting doktor. Nomer 95lik 224 79 54. Albatta mana shu nomerga telefon qilasizlar, Doktorbo bilan albatta bog'lanasizlar. Ot kelib chiqishi Vali polvonning Napoleon degan oti bor edi. U shuni bolasi. 5 yashar toy, hali yosh. Hali o'rgatsa bo'ladi buni. Bemalol ot ko'pkarlarga kirganmi? Taka kiradi. Olib qochayotgan takani quvib yetib oladi. Albatta yetadi. Kimgadir nasib qiladi, omad Doktorboga telefon qilib, bog'lanib, bemalol telefon qilishlaring mumkin. Hammaga sog'lik, salomatlik.